Araba. Araba bormi? Araba. Bering. Qo'lingni tort, Bering. Imzali. Olib chiqib Tort qo'lingni. Araba kerakmi? Bering. Tort qo'lingni. Bering, olib chiqib beraman. Aka, olib chiqib beraman. Bu yoqqa qara. Bu yoqqa qara, mablag'ga. Assalomu alaykum aka. Bering, yuklaringiz ko'pmi? Qo'lingni tort. Imzo zavozni. Haydar aka. Haydar aka, bu yuklarni siz olmoqchimidingiz? Aka, uzr, bu yuklarni bu inson olmoqchi ekanlar. O'zlari ko'tarib olib chiqib beradilar. Ko'tara olmaydi. Qayerda ko'taradi? Ko'taraman. Degan narsalar bor. Qo'lidan tushib ketib yana sinmasin yana. Ko'tara olaman. Yo'q, hech narsa qilmaydi. Bu ishonchli odam. Har doim shunaqa qo'lda tashlaydilar Sindirmayman. insonlarning yukini. Sindirmayman. Qani olchi. Men Haydar aka. Xitoat bo'lib olib chiqing. Xo'p. Ha, chiqaman. Qara, senga ishondim. Aka, bu inson sal aniqroqda. O'shanga xafa bo'lmaysiz. Ko'tara olaman. Hali yo'ldan ham narsa olamiz. 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 Ishonchli, xavotir olmang. Hech narsani tushunib oling. Qani, yurchi. Ayting. Haydar aka. Xitoat bo'lib olib chiqmang. Baxti. Olib kel, bo'la qol. Bu havo. Havo bunaqa ham Keldingmi? yomon issidiyu. Hop, megli. Ehtiyot bo'l. Mana bu sinadigan narsalar. Ehtiyot bo'l. Sinmaydi. Hop. Sindirmayman. Hop. Ehtiyot bo'l. Sinmaydi. Isming nima edi? Haydar. Haydarboy. Haydar. Xo'sh, qancha bo'ldi Haydar? Beraveray. Aytaver. Qancha? 1000 so'm bering. 1000 so'm bering. 1000 so'm? Ha, 1000 so'm. 1000 so'm bering. Ha, 20 ming. Hop, o'sha. Boshqalarga ham ko'proq aytgin, xo'pmi? Mendom dema. Rahmat. Rahmat. Hop, mayli. Ketaveraymi? Hop, ketaver. Hop. Haydar. Bu odamni qayerdadir ko'rgandayman. Qiziq, ko'zlari juda ham tanish. Qayerda ko'rgandim ha? Haydar. Haydar. Qayerda ko'rgan? Haydar. Haydar! Uka. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Yaxshimisiz? Araba kerakmi aka? Yo'q, qani haligi Haydarmidi? Qani o'sha, qani? Ha, Haydar akami? Ha. Shu yerda bozorda yurgan bo'lsa kerak. Shuni topib ber uka, juda ham zarur bo'lib qoldi. Iltimos sendan. Qilsiz, aka, qayerdan topib beraman? Bozorda yuradi, masjidda yuradi, qayerda o'zi kelib qoladi. Qayerda bo'lishi mumkin? Juda ham zarur. Topib ber shuni ukajon, iltimos sendan. Topib ber shu odamni. Hop, tinchlikmi? U bu narsa qilib qo'ydilar. Yo'q, hammasi joyida. Juda chiroyli olib chiqib qo'ydi. Faqat u odam menga kerak, zarur, hozir. Aka, siz savol berasiz, bozorda yuradi, masjidda endi. Telefoni yo'qmi? Telefon qilaylik. Chaqir. Aka, u sal g'alatiroq, u telefon tutishni bilmaydi, ishlatishni umuman bilmaydi. Nima qilsak bo'ladi? Topish kerak. Shu odam menga juda ham zarur hozir. U odammi? Iltimos. Bozordan chiqasiz-ku, yo'lni nariga betadi, mahallada turadi. Uni Haydar uka. O'zing ko'rsatgin. Haydar yukchi. Pulingni men beraman, ko'rsat iltimos sendan. Xo'p. Bugun ishlaydigan pulingni beraman. Yur ko'rsat. Berasizmi? Ha, beraman. Yur. Ko'rsat. Arabamga qarab tur. Hozir kelaman, xo'p? Yaxshimisiz ota? Rahmat. Hay, amin. Tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, salomatlik. Allohu akbar. Ha bu qiziq bo'ldi, ichkari kirib o'tiramiz. Rahmat ota, rahmat. Shu yer yaxshi, shu yerda gaplashaylik. Mayli. Men bozorda Haydarni ko'rib qolgandim. Shu yerda yashaydi deyishdi. To'g'ri. Haydar bor men bilan turadi. Men uni o'zimni qaramog'imga olganman. O'zingiz kimsiz? Uni qayerdan taniysiz? Ota,
Men uni ham qishlog'iman, ham yaqin do'stiman. Uni bugun bu ahvolda ko'rib, to'g'risi hayron bo'lib qoldim. Ancha bo'ldi uni ko'rmaganimga. Unga nima bo'lgan? Soppa-sog' edi-yu. Bilasizmi, men ruhiy kasalliklar shifoxonasida qorovul edim. Uni bizga olib kelishganda shunaqangi ruhiy ahvolda edi. Aytishlariga qaraganda qamoqda shunaqa bo'lgan ekan. Qanaqa qilib borib qoldi ekan bu yerga? Bilishimcha, o'sha qamoqda o'tirganda u qattiq ruhiy zarba olgan. Qamalganiga 1 yil bo'lmasdan bizni shifoxonaga olib kelishgan edi. Tuzalmadimi? Yo'q, tuzalmadi. Lekin hamma gapni tushunadi. Faqat hech kimni eslolmaydi. Bilasizmi, boshidan ko'p qiyin ishlar o'tganga o'xshaydi-da. Ha, ota, shunday. Uni men anchadan beri qidirib yurgandim. Rosti o'lgan bo'lsa kerak deb o'ylardim. Kasalligini ham bilmas ekanman. U nega siz bilan yashayapti? Uyga jo'natishmadimi? Uni necha yil bilgan bo'lsam, hech kim yo'qlab kelmagan. Militsiya nazorati ham uni nimaga ro'yxatga olmagan. Men o'sha shifoxonada nafaqaga chiqqan yilim uni ham muddati tugagan edi. Aslida bunaqalarni o'sha yerda olib qolishadi. Lekin ko'nglim bo'lmadi. Men Haydarni o'zim bilan olib ketdim. Baribir bir o'zim yolg'iz yashayman. Buni ustiga uni hech kimga ziyoni yo'q. Bozorda odamlarni narsalarni u yoq-bu yoqqa tashlab shunaqa qilib tirikchilik qilib yuradi. Haydar ko'rib yuragim ezilib ketdi. U sizni ham tanimasa kerak. Aytingchi, qishloqda uni qarindosh urug'imi, yaqin tanishlari hech kim yo'qmi? Yo'q. Hammalari o'tib ketishgan. Ota, bu yigit, bu do'stim qishloqdagi eng kelishgan, eng baquvvat, eng zo'r yigitlardan edi. U boks bilan shug'ullanardi. Esingizdanmi? Haydar Qahhorov degan bokschi bo'lardi. Endi tanilib kelayotgandi. Esladingizmi? Ha, eslagandek bo'lyapman. Bu o'sha Haydar. Yo'q, u bu ahvolga qanday qilib tushdi ekan? Yoki tug'ma kasalligi bormi? Yo'q. Bunaqa kasal emas edi. Avlodida ham yo'q edi. U soppa-sog' edi. Haydar nachilarning tuzoqiga tushib qolgan. Afsuski, bu voqeada meni ham ayb bor. Voy, Haydar bo'ldi. Ha? Bo'ldi. Ha? Charchab ketdim. Hozirgina yugurding, charchab qolaverasan, ha? 2 soatdan beri yuguryapmiz-ku. Bo'pti, turgan joyingda mashq to'xtama. Shu zararmikan har kuni ertalabdan yugurib, ringda mashq qilsak, undan yaxshiroq bo'lardi. Ayog'i? Shu gapingni murabbiyga aytaman, ko'raman nima bo'lishini. Aytsang aytur. O'zi shu murabbiy ham seni atrofingda girdi-gapalak bo'lib qolgan. Bizlar bilan ishi ham yo'q. Aytsangchi. Jahon chempionatiga tayyorlandim. Shunga ko'proq mashq qilishga to'g'ri keladi. Issiqda qara, sportivka kiyib. Vazn tashlash o'zi ham bo'ladimi? Bilaman. Qiyin bilaman Haydar. Men qara, keyingi oydan boshqa zalga o'tarmishsan. Ha. Chempionatga tayyorlanishimiz kerak-ku. Shuning uchun ketishga majburmiz. Ha, yaxshi. Bizga ham yuqsin. Omadingni bersin, o'rtoq. Ha, yuqadi. Sen ham bunaqa to'xtamasdan yugurib tursang, mashqlarni to'xtatmasang, yo'q qoladi. Ha, men ham senga o'xshab o'sha musobaqaga borganimda sendan ham ko'p yugurardim. Hayli, omadingni bersin, o'rtoq. Ha, rahmat. Xullas, uyga borishga vaqt bo'lmayapti. Kelining har kuni noliydi. Parkka boring deganiga ancha bo'ldi. Hech vaqtim bo'lmayapti.